Bu zamonaviy tibbiy tilda yo'g'on ichakni axlatlarini toshga aylanib tiqin bo'lib qolgan. Ya'ni ich qotishi. Bu hozirgi kunda juda ham ko'p holatlarda ro'y beryapti. Juda ham ko'p og'ir ahvollarga, ichak uzayishidan tortib boshqa turli xil kasalliklarga, kerak bo'lsa yo'g'on ichak rakiga ham olib keladi. Hozir men sizlarga bor yo'q 5 kunda shunaqangi bir bombaviy ichaklarni tozalab beradigan, kaloriy zavallarni ketkizib beradigan bir tayyorlama o'rgatib qo'yaman. Albatta yaqinlarga tarqatib, qilib, kommentariyada qildim deb natijalarni qo'yish shart bo'ladi. Bor yo'g'i kerak bo'ladi 25 gram zig'ir urug'i va 1 choy qoshiq sano olasiz. Kofemonkadan yaxshilab kukun holatga keltirib olasiz. 1 stakanga solib unga to'ldirib 1% kefir solingda yaxshilab aralashtirib shu tayyorlamani kechqurunga ichsangiz ichaklaringiz 10 yilga yosharib, tana vazningiz kamayib, mana shunaqa yosh ko'rinishga ega bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar doktor Kamil, e'tibor uchun rahmat.